O'zbek xalq ertagi oltin baliq. Qadim zamonlarda dengiz bo'yida baliqchi chol o'zining yolg'iz o'g'li bilan yashar ekan. Ularning bor budi eski qayg'u va baliq ovlaydigan to'rdan iborat ekan. Yosh baliqchi otasiga yordam berar ekan. Kunlarning birida chol to'rini dengizga tashlabdi. To'rni suvdan ko'tarib qarasa, unda bir oltin baliq tushganmish. Chol hayratlanib o'g'liga debdi: "O'g'lim, sen bu baliqqa qarab tur, men esa borib bu haqda xonga aytib beray. Zora xon bu baliq evaziga bizga birorta qimmatbaho hadya bersa", debdi-da, shaharga ketibdi. Yosh baliqchi baliqchaning to'rda qiynalib yotganini ko'rib rahmi kelibdi. Otasining qaytishini ham kutmay, baliqni dengizga qo'yib yuboribdi. Oltin baliqcha dengizga sho'ng'ibdi-yu, suzib ketibdi. Xon o'z vazirlari, mulozimlari va soqchilari bilan yetib kelibdi-da, yigitga buyuribdi: "Qani, ajoyib baliqchani ko'rsatchi". Yosh baliqchi boshini eggancha xonga debdi: Bu chiroyli baliqchaga mening rahmim keldi va uni dengizga qo'yib yubordim. Bunday javobni eshitgan xonning g'azabi kelibdi va cholga baqiribdi: "Hoy, yaramas chol, arzimagan narsa uchun mening halovatimni buzishga qanday hadding sig'di? Hech zamonda dengizda oltin baliq bo'lar ekanmi?" Shunda keksa vazirlardan biri shunday debdi: "Ey buyuk hazrat oliylari, men bu olamda 70 yildan ortiq yashadim, lekin biror marta bunday mo'jiza haqida eshitmaganman." Baliqchi chol oltin baliq tutgani rost ekanligiga xonni ishontirishga qanchalik urinmasin, xon unga aslo ishonmabdi. Aksincha, yanada ko'proq g'azablanibdi. Xon yosh baliqchining qo'l-oyog'ini bog'lab, eski qayiqqa dengizga oqizib yuborishni buyuribdi. O'zining hukmidan qoniqqan xon saroyga qaytib ketibdi. Chol esa dengiz qirg'og'ida turib, o'g'lini to'lqinlar olib ketayotganiga qaragancha, uni qanday qilib qutqarishni bilmay nochor qolibdi. Qayiq ko'zdan g'oyib bo'libdi. Chol esa yerga qulabdi va "Bechora o'g'ilginam" deya yig'lab, zolim xonni la'natlagancha qolaveribdi. Yosh baliqchi qayiqda qo'llari bog'langan holda yotib, o'z ajalini kutardi. Shamol esa uni yanada olislarga oqizib ketaveribdi. Nihoyat uzoqda qirg'oq ko'rinibdi. Qattiq shamol qayiqni qirg'oq tomonga surib, sohildagi qumlarga chiqarib yuboribdi. Shu payt daraxtlar orasidan bir yigitcha chiqib kelibdi. U xuddi bir olmaning